Xusus spoti bilan deganda kecha video qildim. Ya'ni biza 100 ming rublga ikkita topgan kategoriyam bo'yicha ikkita tovar oldik. O'sha yujnovortdagi bor tovarlar, ya'ni qolgan tovarlar уже yo'q. Biz uni Xitoydan zakaz qilsak bo'ladi. O'sha kategoriya bo'yicha biza 100 ming rublga 50 ming rublga ikkita tovar olganmiz, ikki xil turdagi tovardan. Вот, o'sha prodaja chiqqan kunlari ketyapti, sotilyapti. Bugunga kelgan holatda tovar tugab qolgan, o'sha tovardan bozorda yo'q. Вот. Mana bu kechaki prodaja уже tugayotgan kundagi prodajasi bo'lgan. Men sizlarga hozir выплата bo'yicha ham finans выплатani ko'rsataman hozir. Выплатani ko'rsatsam, bu yerga tushayotgan pullar. Вот. Ya'ni biz boshlaganimizdan beri kunlari bilan yozilgan, tushayotgan kunlari bilan tushayotgan pullar. Bunga hozirgi holatda biza 100 ming rubl vложение qilganmiz. 100 ming rubl. Atak bundan ko'p pul emas. Xuddi shunaqa natija kimga kerak bo'lsa, kommentariy yozib qo'yinglar yoki men Telegram nomerimni qoldirib ketaman, aloqaga chiqsangiz bo'ladi.